Bugun men sizga juda muhim ogohlantirish bermoqchiman. Bu ma'lumot ota-onangiz, bobo va buylaringiz, yolg'iz yashaydigan qarindoshlaringiz telefon va bank kartasidan foydalanadigan har bir inson uchun bevosita xavf haqida. Hozir firibgarlar avvalgidek oddiy pul yutdingiz degan gaplar bilan emas, ancha puxta, ishonarli va psixologik bosim bilan ishlayapti. Shu videoni hoziroq yaqinlaringizga yuboring, chunki bitta telefon qo'ng'irog'i, bitta SMS yoki bitta havola odamning yillar davomida yig'gan pulini yo'qotishiga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men bunday ogohlantirishlarni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Men ko'p yillik kuzatuvlarim va odamlar murojaatlari orqali shuni ko'ryapmanki, firibgarlik usullari so'nggi yillarda keskin o'zgardi. Oldin odamga ko'chada notanish kishi yaqinlashib, arzon tilla bor, tez pul kerak, lotereyada yutdingiz deb aldaydigan holatlar ko'p edi. Bunday firibgarlikda odam ko'pincha yuzma-yuz suhbat qilardi, shubhalanishga vaqt bo'lardi. Yo'lidagi odamdan maslahat so'rashi mumkin edi. Hozir esa vaziyat boshqa. Firibgarlar telefon, messenger, ijtimoiy tarmoq, soxta bank sahifalari, soxta davlat xizmatlari, soxta yetkazib berish xabarlari orqali ishlayapti. Eng xavflisi, ular odamning qo'rquviga, shoshilishiga, farzandiga bo'lgan meriga, pensiyasini yo'qotib qo'yishdan qo'rqishiga, bank kartasi bloklanishidan xavotirlanishiga ta'sir qiladi. Ular hozir aytmasangiz kech bo'ladi. Kartangizdan pul yechilyapti. O'g'lingiz avariya qildi. Pensiyangiz to'xtatiladi. Telefoningizga kelgan kodni ayting kabi gaplar bilan odamni fikrlashdan to'xtatadi. Men eng avvalo bitta oddiy qoidani aytaman. Bank xodimi, davlat idorasi, militsiya, prokuratura, soliq, pensiya jamg'armasi yoki aloqa operatori hech qachon telefon orqali sizdan karta raqamingizni to'liq, SMS kodni, PIN kodni, mobil ilova parolini yoki pasport rasmini messenjerga yuborishni so'ramaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, u qanchalik muloyim gapirmasin, qanchalik rasmiy ohangda gapirmasin, bu juda katta xavf belgisi. Endi men kimlar ko'proq xavf ostida ekanini aniq tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshi katta insonlar xavf guruhida. Chunki ular ko'pincha odamga ishonadi, rasmiy ohangdan cho'chiydi. Bankdan qo'ng'iroq qilyapmiz deyishsa, darrov jiddiy qabul qiladi. Bu ularning aybi emas. Ular boshqa davrda yashagan, odamlar ko'proq yuzma-yuz muloqot qilgan, hujjat va muhrga ishonilgan davrda shakllangan. Firibgarlar aynan shu ishonchdan foydalanadi. Ikkinchi xavf guruhi, kartasida pensiya, ish haqi yoki jamg'arma saqlaydiganlar. Masalan, buvijon pensiyasi tushadigan kartasida 2 million so'm bor. Firibgar qo'ng'iroq qilib, kartangizdan 1 million 800 ming so'm yechishga urinish bo'ldi. Operatsiyani to'xtatish uchun telefoningizga kelgan kodni ayting deydi. Buvijon qo'rqadi, chunki bu uning bir oylik dori-darmon, oziq-ovqat va kommunal to'lov puli. U kodni aytadi. Aslida esa o'sha kod kartani boshqa qurilmaga ulash yoki pul o'tkazmani tasdiqlash kodi bo'ladi. Natijada pul bir necha soniyada yechib olinadi. Uchinchi xavf guruhi internet do'kon. E'lon saytlari yoki ijtimoiy tarmoqlarda savdo qiladiganlar. Masalan, otaxon eski muzlatgichni sotmoqchi bo'lib e'lon qo'yadi. Bir odam yozadi, men olaman, pulni hozir tashlayman, faqat mana bu havolaga kiring. Karta ma'lumotlarini kiriting, pul avtomatik tushadi. Odam havolani bosadi. Sahifa bank sayfasiga o'xshaydi. Kartaning o'rnachi xona raqami, amal qilish muddati, SMS kod so'raladi. Odam pul olish uchun kerak ekan deb o'ylaydi. Aslida pul olish uchun hech qachon SMS kodni kiritish shart emas. Kod odatda pul chiqishini tasdiqlaydi. 4-xavf guruhi, farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda ishlaydigan ota-onalar. Firibgarlar, o'g'lingiz avtohalokatga uchradi, qizingiz muammoga tushdi, hozir pul yubormasangiz ish jinoyatga aylanadi deb qo'rqitadi. Bunday paytda ota-ona yuragi bilan qaror qiladi, aqli bilan tekshirishga ulgurmaydi. Men ko'rgan holatlarda odamlar 5 million, 10 million, hatto 20 million so'mgacha pulni notanish kartaga o'tkazib yuborgan. Keyin farzandiga qo'ng'iroq qilsa, u bemalol ishda yoki uyda bo'lgan. 5-xavf guruhi tez foyda. Investitsiya, kripto. 2 kunda pulingiz 2 barobar bo'ladi degan takliflarga qiziqadiganlar. Bu yerda faqat yosh katta odamlar emas, yoshlar ham aldanadi. Masalan, bir tanish $200 kiritsangiz, bir haftada 1 dollar bo'ladi deydi. Boshida kichik foyda ko'rsatishadi. Masalan, kichik foyda ko'rsatishadi. Masalan, 1000 so'm kiritganda 1 million qaytarishadi. Odam ishonadi, keyin 5 million kiritadi, yana komissiya to'lang.
Hisobni ochish uchun soliq to'lang, pulni yechish uchun yana 10% yuboring deyishadi. Oxirida odamning asosiy pulidan foydani ko'radi. Kimlar unchalik xavotir qilmasligi mumkin? Men umuman xavotir qilmang demayman. Chunki har kim nishonga aylanishi mumkin. Lekin agar siz hech kimga SMS kod aytmasangiz, notanish havolaga karta ma'lumotlarini kiritmasangiz, har qanday qo'ng'iroqni avval uzib, rasmiy raqamga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qilsangiz, xavfni juda kamaytirasiz. Muhim narsa shuki, bilim firibgar oldidagi eng kuchli himoya. Endi real hayotga yaqin bir nechta vaziyatni tahlil qilaman. Birinchi vaziyat, bank xavfsizlik xizmati qo'ng'irog'i. Sizga to'qimi bilan boshlanadigan oddiy raqamdan qo'ng'iroq bo'ladi. U odam o'zini bank xodimi deb tanishtiradi, ismingizni ham bilishi mumkin. Bu sizni chalg'itmasin. Ism, telefon, raqam. Hatto ba'zi eski ma'lumotlar internetda yoki turli bazalarda tarqalgan bo'lishi mumkin. U kartangizdan 3 million so'm yetishmoqchi deydi. Siz xavotirlanasiz. U sizni tinimsiz gap bilan band qiladi. Savol berishingizga qo'ymaydi. Bu psixologik bosim. To'g'ri harakat, darhol telefonni qo'yish, kartangiz orqasidagi yoki bank ilovasidagi rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qilish. Ikkinchi vaziyat. Pensiya qayta hisoblanadi degan xabar. Telegram yoki SMS orqali pensiyangizga qo'shimcha to'lov chiqdi, ro'yxatdan o'ting degan havola keladi. Katta yoshli odam xursand bo'ladi. Chunki 200 ming yoki 500 ming so'm qo'shimcha pul unga juda kerak. Havolaga kirganda pasport ma'lumoti, karta raqami, SMS kod so'raladi. Rasmiy davlat xizmatlari o'rta shaxsiy kabinet eri rasmiy portal yoki idora orqali amalga oshiriladi. Messengerdagi notanish havola orqali pensiya rasmiylashtirilmaydi. Uchinchi vaziyat. Nabirangiz sovg'a yutdi yoki telefon yutdingiz. Bu yerda firibgarlar quvonch hissidan foydalanadi. Odam sovg'ani qo'ldan boy bermaslik uchun shoshiladi. Yetkazib berish uchun 60 ming to'lang, bojxona uchun 120 ming to'lang. Tasdiqlash kodi kerak deyishadi. Boshida summa kichik bo'ladi, odam achinmaydi. Lekin keyin yana va yana to'lov chiqadi. Eng yomon holatda karta ma'lumotlar olib qo'yiladi. 4-vaziyat, soxta qarindosh profili. Telegramda sizga qizingizning rasmi qo'yilgan akkaunt yozadi. Oyi, telefonim buzildi. Shu yangi raqamim. Tez 20 million tashlab yuboring. Profil rasmi tanish bo'lgani uchun odam ishonadi. Lekin rasmni internetdan olish juda oson. To'g'ri yo'l. Eski raqamiga qo'ng'iroq qilish, ovozini eshitish, oilaviy maxfiy savol berish. Masalan, kecha qayerga borganding? Akangning bolasi nima deb chaqiradi kabi savollar. Firibgar bunday savollarga javob bera olmaydi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, raqam rasmiyga o'xshashi mumkin. Ba'zi texnologiyalar orqali qo'ng'iroq qilayotgan raqamni bank yoki tashkilot raqamiga o'xshatib ko'rsatish holatlari uchraydi. Shuning uchun faqat ekranda chiqqan raqamga ishonish yetarli emas. Eng xavfsiz usul suhbatni tugatish va o'zingiz mustaqil ravishda rasmiy manbadan topilgan raqamga qo'ng'iroq qilish. Ikkinchi nozik jihat. Firibgar siz haqingizda ma'lumot bilishi mumkin. U ismingizni, tumaningizni, qaysi bank kartasidan foydalanishingizni taxminan bilishi yoki sizning ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlaringizdan foydalanishi mumkin. U mening ismimni bildi. Demak, haqiqiy xodim degan xulosa noto'g'ri. Bugun ism va telefon raqamini topish qiyin emas. Haqiqiylikning belgisi ma'lumot bilish emas, rasmiy tartibga amal qilishdir. Uchinchi nozik jihat, firibgarlar ba'zan odamni bir necha bosqichda tayyorlaydi. Masalan, avval soxta operator qo'ng'iroq qiladi, keyin bank xodimi, keyin huquq tartibot organi vakili sifatida boshqa odam ulanadi. Ular bir-birini tasdiqlagandek ko'rsatadi. Odam 3 ta odam gapiryapti, demak rost deb o'ylaydi. Aslida bular bitta guruh bo'lishi mumkin. Haqiqiy idoralar sizni telefon orqali vahimaga solib, pulni xavfsiz hisobga o'tkazing demaydi. 4-nozik jihat, xavfsiz hisob degan narsa. Men buni alohida ta'kidlayman. Agar kimdir pulingizni saqlab qolish uchun mana bu kartaga yoki hisobga o'tkazing desa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisidir. Bank pulingizni himoya qilish uchun sizdan notanish kartaga pul o'tkazishni so'ramaydi. Bank shubhali operatsiyani bloklashi, kartani vaqtincha to'xtatishi, sizni filialga chaqirishi mumkin. Lekin tezda boshqa karta raqamiga tashlang demaydi. 5-nozik jihat, yaqinlaringiz uyalib sizga aytmasligi mumkin. Ko'p ota-onalar yoki bobo-buvilar aldanganini tushungandan keyin farzandlariga aytishga uyaladi. Meni qo'yishadi, ahmoq bo'lib qoldim.
Bolalarimni tashvishga qo'ymay deb jim yuradi. Bu esa vaziyatni yomonlashtiradi. Chunki ba'zan kartani darhol bloklash, ariza berish, bankka murojaat qilish orqali zararni kamaytirish mumkin. Shuning uchun men farzandlarga ham murojaat qilaman. Yaqinlaringizni qo'ymang, ustidan kulmang. Shuni ham bilmadingizmi demang. Firibgarlar professional ishlayapti, har kim aldanishi mumkin. 6-nozik jihat, pul ketgandan keyin ham firibgarlar to'xtamasligi mumkin. Ular pulingizni qaytarib beramiz, advokatmiz. Kiber xavfsizlik xizmatimiz faqat xizmat haqi to'lang deb yana aldaydi. Buni ikkinchi zarba deyish mumkin. Bir marta aldanib qolgan odam pulini qaytarish umidida yana pul yuborishi mumkin. Hech qachon notanish pul qaytaruvchilarga ishonmang. Faqat bank, huquq tartibot organlari va rasmiy tartib orqali harakat qiling. 7-nozik jihat, oilada oldindan kelishilgan signal bo'lishi kerak. Masalan, agar farzand haqiqatan ham qiyin vaziyatga tushsa va pul kerak bo'lsa, albatta ovozli qo'ng'iroq qiladi yoki oilaviy maxfiy so'zni aytadi. Bu maxfiy so'z oddiy bo'lsin, lekin begona bilmaydigan bo'lsin. Masalan, bolalikdagi mahalla laqabi, uy hayvonining ismi faqat oilaga ma'lum bir voqea. Bu kulgili tuyulishi mumkin, lekin real vaziyatda odamni katta yo'qotishdan saqlaydi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Ota-onangiz va bobo-buvlaringiz telefoniga bank kartasi, SMS kod, PIN kod haqida oddiy eslatma yozib qo'ying. Masalan, hech kimga SMS kod aytilmaydi. Bank qo'ng'iroq qilsa, telefonni qo'yib, rasmiy raqamga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Bu yozuv qog'ozda ham bo'lsin, telefon ichida ham bo'lsin. Katta yoshli odam vahimaga tushganda shu yozuvni ko'rib to'xtab qolishi mumkin. Ikkinchi qadam. Telefonlardagi messenjer va ilovalarda xavfsizlik sozlamalarini tekshiring. Telegram, WhatsApp yoki boshqa ilovalarda 2 bosqichli parolni yoqing. Profil rasmini hamma ko'rmasligi uchun sozlang. Notanish odamlar guruhlarga qo'sha olmasin. Agar telefon oddiy bo'lsa ham. SIM karta egasiga bog'langan xizmatlar, bank SMSlari va ilovalar nazoratda bo'lsin. 3-qadam, bank kartasi limitlarini kamaytiring. Masalan, pensiya tushadigan kartada juda katta mablag' saqlanmasa yaxshi. Agar imkon bo'lsa, asosiy jamg'armani alohida hisobda saqlang. Kundalik karta uchun kichik limit qo'ying. Internet to'lovlari, pul o'tkazmalar va naqd yechish limitlarini bank ilovasidan yoki bank filialidan sozlash mumkin. Bu firibgar kodni bilib olsa ham zararni kamaytiradi. 4-qadam. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, 3 ta harakat qiling. Birinchisi, gapni cho'zmasdan telefonni qo'ying. Ikkinchisi, kartani bank ilovasidan yoki bank kol markazi orqali vaqtincha bloklang. Uchinchisi, farzand yoki ishonchli yaqin odamga darhol xabar bering. Men xato qilib qo'ydim deb uyalib o'tirmang. Birinchi 10-20 daqiqa juda muhim bo'lishi mumkin. 5-qadam, agar karta ma'lumotlari yoki SMS kod aytib yuborilgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Bankning rasmiy raqamini kartaning orqasidan, bank ilovasidan yoki rasmiy saytdan toping. Men kartam bo'yicha firibgarlik bo'lishi mumkin. Kartani bloklang. Oxirgi operatsiyalarni tekshiring deb aniq ayting. Agar pul yechilgan bo'lsa, operatsiya vaqti, summa, qaysi karta yoki hisobga ketgani haqida ma'lumot so'rang. 6-qadam. Huquq tartibot organlariga ariza bering. Arizada sana vaqt, qo'ng'iroq qilgan raqam, yozishmalar, karta raqami, o'tkazilgan summa, firibgar yuborgan havola, skrinshotlar, bankdan olingan ma'lumotlar bo'lsin. Agar yozishma Telegram yoki WhatsAppda bo'lsa, darhol o'chirib yubormang. Skrinshot qiling, raqamni saqlang, profil havolasini yozib oling. Har bir detal keyinchalik kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam, oilaviy qoida joriy qiling. Masalan, ota-onangizga ayting. Agar kimdir pul so'rasa, hatto men bo'lsam ham, avval menga eski raqamimga qo'ng'iroq qilasiz. Agar javob bermasam, akamga yoki opamga qo'ng'iroq qilasiz. Hech qachon shoshilinch pul yubormaysiz. Bu qoida nafaqat ota-ona uchun, balki butun oila uchun ishlashi kerak. 8-qadam. Har oy 10 daqiqa vaqt ajrating va yaqinlaringiz bilan yangi firibgarlik usullarini muhokama qiling. Yana aldaydiganlar ko'payibdi deb qo'rqitish emas, balki oddiy misollar bilan tushuntirish kerak. Masalan, oyi, agar kimdir pensiya oshadi deb havola yuborsa kirmang. Dada, agar bankdanman deb kod so'rasa aytmang. Buyijon, agar nabrangiz nomidan pul so'rasa, avval ovozini eshiting. Shunday oddiy suhbatlar katta himoya bo'ladi. 9-qadam. Telefon kontaktlariga muhim raqamlarni aniq nom bilan saqlang. Bank rasmiy raqami, o'g'lim asosiy raqam,
qizim asosiy raqam, mahalla raisi, ishonchli qo'shni kabi yozib qo'ying. Yoshi katta odam vahmaga tushganda raqam qidirib o'tirmaydi. Tayyor kontaktga bosadi. Agar ular smartfondan qiynalsa, qog'ozga ham yozib, ko'rinadigan joyga yopishtirib qo'ying. 10-qadam. Notanish havolalarga kirmaslikni qat'iy odat qiling. Havola banki o'xshasa ham, davlat xizmatiga o'xshasa ham, sovg'aga o'xshasa ham avval tekshiring. Rasmiy saytni Google orqali ham emas. Iloji bo'lsa, ilovaning o'zidan yoki oldindan ma'lum rasmiy manzildan oching. Firibgarlar sahifani juda o'xshatib yasaydi. Logotip, rang, tugmalar hammasi bir xil bo'lishi mumkin. Farq ko'pincha manzilda bo'ladi. Lekin yoshi katta odam buni sezmasligi mumkin. Men yana bir mum narsani aytaman. Firibgar bilan tortishmang, uni fosh qilishga urinmang. Men sizni bilaman deb gapni cho'zmang. Siz qancha ko'p gapirsangiz, u siz haqingizda shuncha ko'p ma'lumot oladi. Eng to'g'ri himoya oddiy. Telefonni qo'yish, tekshirish, yaqinlarga aytish. Ba'zan odamlar men aqliman, aldasha olmaydi deb o'ylaydi. Lekin firibgarning maqsadi aqlli odamni ham shoshiltirish, qo'rqitish yoki quvontirish orqali xato qildirishdir. Shuning uchun qahramonlik qilish shart emas, tartibga amal qilish kerak. Yana bir amaliy maslahat. Ota-onangizning bank ilovasiga kirish parolini hech kimga bermang. Lekin ularga parolni qog'ozga katta qilib yozib qo'yishni ham tavsiya qilmang. Agar yozish zarur bo'lsa, uni karta bilan bir joyda saqlamaslik kerak. Karta, telefon va parol bir joyda bo'lsa, yo'qotilgan telefon yoki hamyon katta muammoga aylanadi. Telefon ekraniga SMS kod chiqsa, uni notanish odamga o'qib berish mumkin emas. Kod kelgan SMSning o'zida ko'pincha hech kimga aytmang deb yozilgan bo'ladi. Shu jumlani jiddiy qabul qilish kerak. Agar yaqinlaringiz internetdan umuman foydalanmasa ham xavf yo'q deb o'ylamang. Oddiy telefon qo'ng'irog'i orqali ham odamni bankomatga borishga majbur qilishadi. Bankomatdan kartangizni tasdiqlang, pulni yechib kuryerga bering, pulni konvertga solib yuboring degan holatlar ham bor. Hech qaysi rasmiy tashkilot naqd pulni kuryer orqali olmaydi. Agar kuryer keladi deyishsa, bu juda kuchli xavf belgisi. Bugun men sizga eng muhim qoidalarni tushuntirdim. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Karta ma'lumotlari notanish havolaga kiritilmaydi. Bank yoki davlat idorasi nomidan qo'ng'iroq bo'lsa telefon qo'yilib, rasmiy raqamga qayta bog'lanadi. Pul so'ragan qarindosh avval ovoz orqali tekshiriladi. Shubhali holat bo'lsa, darhol bank va yaqinlarga xabar beriladi. Bu qoidalar oddiy ko'rinadi, lekin aynan shu oddiy qoidalar ko'plab oilalarning pulini, asabini va tinchligini saqlab qoladi. Iltimos, bu videoni ota-onangizga, bobo va buvilaringizga, xola amma, tog'a amakilaringizga yuboring. Kommentariyada yozing. Siz yoki tanishingiz shunday firibgarlikka duch kelganmisiz? Qanday usul bilan aldashga urinishgan? Tajribangiz boshqalarga ogohlantirish bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizni bugunoq ogohlantiring. Chunki bitta vaqtida aytilgan gap butun oilani katta yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin.